skorost переключения va start stopini joylashgan joyini qaranglar, neveroятный. Mana bunaqa qilsang, oldiga yuradi, bunaqa qilsang, ortaga. Gap yo'q. Mana shu startini ham betga qo'ygan. Просто dizaynlar qanaqadir boshqacha-da. Bundan yangi modeli yo'q. Oxirgi chiqqan modeli именно shu bo'ladi. Katta семейный crossover. Og'irligi 2,5 tonna, расходi 6-7 litr desam, juda ham zo'r informatsiya-ku. Bugun sotuvimizda Hyundai Palisade oxirgilaridan biri gibrid. 2026-yil probeg 11.000 kilometr. 2,5 litrli benzinli dvigatel plus gibrid ustanovkalari общий 340 ta ot kuchi atrofida juda ham ekonomichniy shu sistemalari bilan. Orqada ko'rinishimiz mana shunaqa dizaynga ega va bu avtomobilda 3-qator ochuv turgan taqdirda ham joyimiz ancha keng. Endi yuringlar, har doimdagi salonini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Salon bez kombinatsiya черный на черном, kojinli qilingan, ikkinchi qator kapitanskiy turibdi. Tomimizda orqada katta panorama, oldida ochiladigan kichkina lyukcha bor. Отдельный двухзонный orqada klimat kontrol va podogreflari ham mavjud. Avtomobilimiz probegiga va yiliga aniq yarasha juda ham свежий turibdi. Endi albatta birinchi qatoriga ham otamiz. Hamma современный torpedka абсолютно yangi dizaynida eski Palisade'dan ko'ra. Состояние просто сказка va общий вид ko'rishinglar mumkin. Oxirgi model Hyundai Palisade juda ham богатый komplektatsiyada, kam yurgan, yili ham juda свежий narxiga keladigan bo'lsa, 65.500 ga realno zo'r narxga olishinglar mumkin.